2017-yilda Parc des Princes bo'lib o'tgan to'qnashuv PSJni parchalab yuborishi mumkin edi. Neymar jahondagi eng qimmat transfer sifatida kelgan, ammo Parijdagi haqiqiy qirol Edinson Cavani edi. Lyonga qarshi o'yinda penalti ustidagi tortishuv vaziyatni portlatdi. Har ikkisi ham zarbani o'zi tepishni istadi. Oqibatda Cavani tepdi va nishonga yetkaza olmadi. Stadion sovuq sukutga cho'mdi. Keyingi 2 yil davomida ularning munosabati tiklanmasdek ko'rindi. Ommaviy axborot vositalari kiyinish xonasida janjallar, chuqur raqobat va bitmas ziddiyatlar haqida yozdi. Ammo 2019-yildagi Chempionlar Ligasi kechasi barchasini o'zgartirdi. Galatasarayga qarshi o'yinda PSG penalti ishlab oldi. To'p Neymarning qo'lida edi. U rasmiy ijrochi edi va o'z statistikasini oshirish imkoniga ega bo'lgan. Biroq u jarohatlar va golsiz seriyadan aziyat chekayotgan Cavaniga qaradi. Neymar to'pni unga uzatdi. Cavani gol urdi va darhol Neymar tomon yugurib, uni bag'riga bosdi. Shu bir harakat yillar davom etgan ziddiyatni yo'q qildi.